Qadrli obunachilar, navbatdagi turar joy majmuasi sotuvga qo'yildi. Ushbu obyektimiz Buvayda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasining qoq markazida joylashgan turar joy majmuasi, ya'ni hovli joy. Ushbu hovli joy Yangiqo'rg'onning faxri bo'lgan katta jome masjidining shundoq yonginasida joylashgan. Uyning orqa tomonida stomatologiya va terapevtik klinikalar mavjud. Uyning o'ng tomonida Yangiqo'rg'on buyum bozori joylashgan. Hovli joyning qibla tomonida oziq-ovqat bozorchasi mavjud. Ushbu hovli joyning umumiy maydoni 3 sotixdan iborat bo'lib, jami 6 ta xonani o'z ichiga oladi. Hozirda 2 ta xonasi tadbirkorlarga foydalanish uchun ijaraga berilgan. Hovli joyning ichki ko'rinishi. Kichik hovlisi bor, 70% bino inshootdan iborat. Elektr va ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Kadastr hujjati bor. Obyekt davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Uyning joylashuvi markazda bo'lganligi, jamiki biznes strukturalar uyning yon atroflarida joylashganligi sababli bu yerda nafaqat yashash mumkin, balki obyektni rekonstruksiya qilib, tadbirkorlik sohasida o'z ishlaringizni yo'lga qo'yishingiz uchun ham xos joy hisoblanadi. Hovli joyni narxiga kelsak, $110 ming baho aytishyapti. Albatta kelishiladi. Ushbu turar joy majmuasi sizni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga bog'lanib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, shaxsan tashrif buyurib, o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz ham mumkin bo'ladi. Azizlar, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Majmuaga egalik qiling, kelajagingizni quring.